Bo'l tez. Tezroq yurlaring. Nima ish qilamiz? Baqirma. Uyda hamma uxlayapti. Yong'oq chaqasanlar. Yong'oq? Ha, o'chir ovozingni. Hamma uxlayapti dedim. Ertalab qilsak bo'lmaydimi? O'qim kelyapti. Yo'q, bo'lmaydi. Hozir qilasanlar. O'qimiz kelyapti-da, amma. O'chir ovozingni dedim. Hozir chaqasizlar. Po'chog'ini alohida, mag'zini alohida qilasanlar. Ertalab topshirishimiz kerak. Kerak bo'lsa ertalabgacha chaqib chiqasanlar. Qani yur. Gap ko'paytirmay. Yur oldimga tush. O'chir dedim. Hozir kalta yeb olasan. Opa, meni rasman uyqum keldi. Maktabga borishimiz kerak-ku hali. Opa, borgim kelmayapti. Bormasak, keyin darslardan qolib ketamiz. Xo'p. Qani yur, tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ha, yo'l bo'lsin. To'xtanglar. Qayerga? Ish qilmasdan. Maktabga borishimiz kerak. Maktabga kim ruxsat berdi? Biz dars qoldira olmaymiz amma. Bir qop yong'oq olib kelganman. Chaqasanlar. Charchadiganman. Bu uyda yashayapsanmi? Men aytganimni qilasan. Tushundingmi? Amma maktabga borib kelaylik. O'chir ovozingni. Indamasdan ishlalaring. Sababsiz dars qoldira olmaymiz. Menga qara, gap qaytarmakin, tushundingmi? Men nima desam, xo'p deysan. Bo'lmasa mana bu tilingni sug'urib olaman. O'chir ovozingni. Menga qara. Hamma kirlarni yuvasan, tushundingmi? Agar chala yuvsang, mendan ko'rasan. Qani? Menga qara. Sen esa borib hovlilarni supurasan, tushundingmi? Bor. Qani bo'l. Endi o'zingdan ko'r, Nargiza. Mana video ham ketdi. Tog'ajonisi, mana jiyanlaringiz ahvolini ko'ryapsizmi? Battar bugur. Mamani ham chaq berma. Xo'p, hozir. Opa, Ha? 10 kundan beri maktabga bormayapmiz. Ha, mavzulardan ham orqada qolib ketdik. Rosa ham maktabni sog'indim. Men ham. Opa, ertaga maktabga boraylik. Ammam urishadilar, ruxsat bermaydilar. Ha. Opa, nega kattalar ota-onasi yo'q bolalarga zulm qilishadi? Ularning vijdoni yo'q-da. Men yo'q bo'lsam, bular darrov cho'g'ir qilib o'tirishadi. Ha? Men yo'qligimga gaplashib o'tiribsanlarmi? Chakaging emas, qo'llaringni qimirlatishni o'rganlaring. Tushunarlimi? Xo'p, amma. Amma, iltimos ertaga maktabga boraylik. Menga qara. Shuncha ish turganda o'qishni o'ylayapsanmi? Darsdan qolib ketyapmiz-da. Senlarni kim o'qitmoqchi? Tez qimirlalaring. Hali bu yong'oqlarni sotuvchiga olib borish kerak. Tez chaq. Amma nega Malika ishlamaydi, biz ishlaymiz. Malika ham ishlasin. Hoy. Qizim bilan seni nima ishing bor? Ammo ham yordamlashsin. Ha. Sen tirmizeylarni tiling chiqib qoptimi? Gapir. Sen o'rgatyapsanmi? Ha? Ha, imijimida gapirib, ha? Sen tarbiya beryapsanmi? Hoy. Hey, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum tog'a. bu yerda nimalar bo'lyapti? Yaxshimisiz? Keling. Tog'ajon, iltimos bizni bu yerdan olib keting.
Tog'a, siz bilan ketamiz. Ha. Bolalar sekinroq. Sizlarga shuncha yaxshi gapirganim esinglardan chiqdimi? Ko'rdim, qanaqa yaxshi gapirganingizni. Shunaqa jiyanlarimga tarbiya beraman, g'amxo'rlik qilaman. Sizning g'amxo'rligingiz bolalarni siltash, o'shqirishmi? Tavba. Aybim ovqatinglarni yeylar, dasturxonni yig'ishtiraman deganimmi? Keyin intizor gap qaytardi. Shunga to'g'rimi? Hecham, unday emas. Intizor yolg'on gapirma. O'zingiz yolg'on gapiryapsiz. Jiyanlarim sal erka bo'lib qoldi-da. Xush kelibsiz. Kiring ichkariga. Xush kelmadim. Jiyanlarimni o'zim bilan birga olib ketaman. Nega sizga berib qo'yarkanmiz? Chunki yetimlarni boshini silash o'rniga qaqshatyapsiz. Tavba. Bizmi? Bilsangiz agar, har kuni boshlarini silab, alla aytib uxlatyapman. Oq yuvib, oq taryapman. Qani bolalar, kiyimlarini yig'ishtirib chiqinglar. Ketamiz. Jiyanlarimni sizga berib qo'ymayman. Lekin siz bilan ham yashamaymiz. Qani yur, Zokir. Akangiz bolalarga bag'ri toshlik bilan muomalada bo'ldingizmi? Qanaqa bag'ri toshlik? O'ylab gapiring. Uyat. Omonatni asray olmabsizlar. Opa, endi tog'amnikida yashaymiz-a? Ha, Bu yerdan ketayotganimdan juda ham xursandman. men ham. Endi tog'amning uyida to'yib ovqatlanamiz-a? Ha, maza qilib maktabga boramiz endi. Opa, yaxshimi? Tog'am keldilar-a? Narsalaringni yig'ishtirib. Erta quvonvormadinglarmi? Ha? Tog'amga ketayotganimizdan xursandmiz. Ha, Hech qayerga ketmaysan. ketamiz. Ketkizib bo'pman. Endi yong'oqlaringizni o'zingizni qizingizga chaqtiring. Ha. Ay, qo'yvoring. Nima deyapsan? Nima deding? Gapir. Hech qayerga ketmaysanlar. Ketishni men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Voy, amma. Mana. Voy, Men Mana. amma. Unday qilmang. Mana. Bu nima qilganingiz? Eshikni qulflayman. Jimgina o'tirasanlar. Tushundingmi? Opa. Amma, eshikni oching. Amma. O'chir ovozingni. Eshikni oching. Amma. Eshikni oching. Voy, eshitma. Amma. 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 Bolalar bo'ldimi? Bo'lmadi. Bo'lmaydi ham. Esiz joydami? Iltimos, uyimizdan tuyog'ingizni chiqillating. Oy, aqlingizni yig'ing. Bolalarni tushingizda olib ketasiz. Kalitni bering. Hech qachon. Siz hali shu muomalangizni bolalarga ham qilyapsizmi? Sizga nima? Opingiz o'lgan. Bu uyda qiladigan ishingiz qolmagan. Opam o'lgan bo'lsa ham, farzandlari men uchun jigar hisoblanadi. Jiyanlaringiz joyi mana shu uyda. Men sizga xo'rlatib qo'ymayman ularni. Bermayman. O'chir! Ovozingni o'chir! Jim o'tirlaring. Kalitni bering bu yoqqa. Bering. Bermayman. Bering dedim. Bermayman. Bering kalitni. Qoching, bermayman dedim. Qani? Qo'yib boring, bermayman. Qoling. Qo'yib boring Nima dedim. bo'lyapti o'zi? Yo'qol. Tinchlikmi? Qarang, bu yaramas iflosni. Bu meni nomusimga tegmoqchi bo'ldi.
Nima? Voy maraz. Nima qilyapsan o'zi? Yolg'on. Voy menga qara. Nega kelding o'zi? Ha? Uyda yo'qligimdan foydalanib, ha? Yaramas. Meni bilasiz-ku aka. Singlingiz yolg'on gapiryapti. Nima? Aybim nomusimni himoya qilganimmi? To'g'risini gapir. To'g'risi aka. Nima O'zingiz bo'lyapti o'zi? ko'rdingiz-ku. To'g'risi ana bolalarni ham qulflab qo'ygan. Menga tegmoqchi Shunaqa bo'ldi, mahalla. o'zingiz ko'rdingiz-ku. Ha? Oy, hamma gapirsa ham sen gapirma. Bor yo'qol uyimdan. Ikkinchi marta uyimdan ko'rmay. Ket, yo'qol. Ko'r seni. Odam bo'lmay o'llaring. Nima bo'lyapti o'zi bu odamlarga? Yaxshi ham vaqtida kelib qopman. Tavba. Qalaysizlar? O'zinglarcha tog'alaring bilan ketmoqchi edinglar? Amma iltimos tog'am bilan ketinglar. Qani o'sha tog'ajoning? Qani tog'ing? Tog'ajonisi? Yo'q-u. Ketib qopti-yu. Biz tog'amiz bilan ketamiz. Ketib bo'psan. Nega bizni qamab qo'ydingiz? Bundan buyog'iga men chizgan chizg'idan yurasanlar. Tushunarlimi? Biz tog'amiz bilan baribir ketamiz. Hech qayerga ketmaysan. Ketamiz. Ikkoving haddingni oshding. Qayerga ketyapsan? Tog'amni ortidan. Tog'ingni unutasan. Xonangda jimgina o'tirlaring. Bir ta'zirlarini yeylaring. Och o'tirasanlar. Amma eshikni oching. Opa, nega ammam bizni yomon ko'radi? Ha, tinchlikmi? Taruzi qo'ltig'idan tushgan odamdek kelyapsiz. Bolalarni o'zim bilan olib keta olmadim. Nima bo'ldi? Ana Nargiza menga tuhmat qildi. Ha, u ilondan har narsa kutish mumkin-ku. Bolalarni o'zim bilan olib ketishimga qarshilik qildi. Tayyor, tekin xizmatkor kimga ham kerak emas. Jiyanlarimni himoya qila olmadim. Menga qarang, bir amallab shu jiyanlaringizni olib ketmasangiz bo'lmaydi. O'zim ham shu niyatda kelgandim. Sizgina yana bolalar zulm ichida qolar ekan-da. Men sizga ishonaman. O'zingiz menga jiyanlarim haqida ma'lumot berib turing. Voy, men jon deb ma'lumot berardim-ku. Endi bilasiz, hammaning o'ziga yarasha ishlari bor. Men vaqt topa olarmikinman? Voy. Hozir. Shuni olib qo'ying. Voy, yo'q, nimaga ovora bo'lyapsiz? Voy, ovora bo'lmang. Qo'ymadingiz. Jiyanlarim shu uydan olib chiqib ketsam, sizni o'zim rozi qilaman. Xo'p, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz Durdona opani ukasisiz-a? Ha. Opis rahmatli juda ham yaxshi ayol edi. Oxiratlari obod bo'lsin. Sizlarga ham sabr bersin. Rahmat. Men opis tushgan uyi yonida yashayman. Yon qo'shnisi bo'laman. Yaxshi. Bechora, kimga qiyin bo'ldi? Chin yetim qolgan jiyanlaringizga qiyin bo'ldi. Opam rahmatli
Jiyanlarimni kamolini ko'ra olmadi. Bolalar bunday muhitda kamol topishi dargumon. Nimaga unaqa deyapsiz? Men buvisini, ammasini juda ham yaxshi bilaman. Ular ko'ngilchang odamlar emas. Sizga bir iltimosim bor. Ha, mayli, bemalol. Agar jiyanlarimga qo'pol muomalada bo'lishayotganini ko'rsangiz, menga xabar bering. Voy, yo'q-ey, aka. Nimalar deyapsiz? Birovni oilasini ishiga aralasha olmayman. Iltimos sizdan. Yo'q, ilojim yo'q. Yon qo'shnim bo'lsa, tag'in meni noto'g'ri tushunib qolishmasin. Odamni xijolat qilmang. Mana bu pulni oling. Ha, voy. Oling. Voy, nima qilganingiz? Yo'q, voy. Oling. Sizga tuhfa. Yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Mayli, qo'ymadingiz. Bolaga kim qanaqa muomalada bo'layotganini hammasini sizga yetkazaman. Mayli. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ro'zg'orga bu narsa oladigan bo'ldim endi. Bu bolalar meni xarajatlarimni qoplaydi. Tog'am ketib qoldilar. O'zi hammasi ammam aybdorlar. O'zimizcha tog'am uyda baxtli hayot kechirmoqchi edik. Quvonchimiz uzoqqa bormadi, opa. Endi bu yerdan keta olmasak kerak. Opa, yana tog'am bizni olib ketgan kelar. Ammam yana qarshilik qiladi. Amakimga aytsakchi, opa. Amakim juda ham yaxshi insonlar. Lekin ularni bezovta qilmaylik, xo'p? Ammamga kuchlari ham yetmaydi. Nega, opa? O'zi kasallar, zo'rg'a yuradilar. Unda kimdan yordam so'raymiz? Kimdan? Kichikimdan. Hozir ammam kelib, yana biz urushadi. Ularni gapini eshitsam etim junjikishib ketadi. Opa, yaxshi, o'zimiz bu uydan qochib ketsakchi. Bo'lmaydi. Hozir qochib ketsak, tog'amga yetib olamiz. Keyin ammam kelsa yana biz urushadi. Qanday qochasan? Ishingni qulab ketganlar-ku. Zokir, oynadan qochamizmi? Mayli. Voy, assalomu alaykum qo'shni. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchlikmi? Uylardan shovqin eshitilyapti. Raketa uyimizga tushgan. Yer sharida boshqa joy qurib qo'yganda sizlarniki tushibdi-da. Gapni ham olasiz-da. Shunaqa. Menga qarang. Nega siz yetim bolalarga kun bermayapsiz? Siz qayerdan bilasiz? Men yer tagida ilon qimillasa ham bilaman. Unda ilonlar bilan ishingiz bo'lsin, odamlar bilan emas. Ha, bolalarni ayin, akangiz qancha yaxshilik qilgan sizga. Menga qarang, o'lgan o'ldi. Qolgan qoldi. Odamda ham vijdon bo'lishi kerak. Hozir vijdon kimda bor? Yo o'zingizda vijdonliman deb o'ylaysizmi? Avval siz o'zingizni biling. Men sizdan ko'ra oppoqroqman. Oppog'oy, bo'lmasam borib, uyingizda jimgina o'tiring. Sizchi shu tilingiz yomonligidan qaytib kelgansiz. Tavba. Odamlarni o'zidan xabari yo'q. Tush Zokir. Ay,
bo'ldi senga? Opa, oyog'imni qayirib oldim. Yura olasanmi? Yur, oyoq kiyiming kiy ketdik. Ke. Ay. Mayda sizki. Bo'la qol. Bo'la qol. Tez ket, bo'l. Hozir opa. Yur ketdik. Yuring. Yura qol. Yur. Tezroq yugur. Yugur. Jiyanlarimni tashlab ketayotganim to'g'ri bo'larmikin? Yo qaytib borsammikin? Ularni o'zim bilan olib ketaman. Yo'q. Hozir qaytib borsam, ana jodigar menga tuhmat qilishdan toymaydi. Keyin xotinim oldida kim degan odam bo'laman. Yo'q, yaxshi keyinroq kelaman. Sebzor gaplashib o'tasizmi? Ha, o'tiring aka. Tog'a, shoshmang. Shoshmang. Tog'a, to'xtang. To'xtang. Tog'ajon, iltimos, to'xtang. Yashab ketmang. Tog'a. Tog'ajon, tog'a. To'xtang, tog'a. Tog'ajon. Tog'a. Uka, tur zoka. Tur, yaxshimisan? Oyog'ing hech narsa Opa, endi qilmadimi? nima qilamiz? Tog'am ketib qoldi. Yur, hozir yetib olamiz. Ey qiz, qayerda yuruvding? Ha? Tinchlikmi? Do'konga chiqqandim. Bollar qani? Xonasida bolalar. Xonada hech kim yo'q. Eshik qulf, deraza ochiq. Qani bollar? Nima qilding? Nega eshikni qulflading, ha? To'polon qilib hadib har qilib urganiga eshikni qulflab ketgandim. O'z-o'zidan to'polon qilmaydi. Bir narsa degansan, yo bo'lmasa bir narsa qilgansan bollarga. Qani yo'q-ku. Aka, endi men aybdormanmi? Kim aybdor bo'lmasam, bu birinchi marta emas. Seni bilaman-ku qanaqaligingni. Shu paytda ko'chaga chiqish kerakmidi? Ey, tinchlik bermaysanlar bollarga. Hech narsa qilganim yo'q. O'zlari har xil gaplarni gapiraverib mashtumga kelib ketdi. Odam bo'lmay ketlaring. Qani bollar bo'lmasam? Men qayerdan bilaman? Bor qidir top endi. Endi men qidiramanmi? Ayb senga ya. Yerimizlar qochib ketibdi. Eshigini qulflagan qo'llaring sinib tushsin. Nima qildim? Oyi, namchi qarg'urasiz. Hey, shu bolalarga hech ham kun bermading-a? Yalo qilib qayerdadir yurgandir-da, deydilar. Kech bo'ldi, kech qara. Bolalarni tog'asidan himoya qilib qamagandim. O'zlari chiqib ketgan. Aslida-chi, ularni sendan himoya qilish kerak. Shu yetimlar mendan azizmi? O'z qizingizdan? Ular ham meni farzandlarim, dilbandlarim. Namuncha ularni o'ksitasan. Xuddi o'zingiz rosa yaxshi gapirgandek gapirasiz. To'g'ri. Men o'ylamay gapiraman.
Men hali akangni o'limini hazm qila olganim yo'q. Oyi bo'ldi. Bir-birimizni Oyi. ayblavermaylik. Ha, Qornim ochdi. hozir ovqat beraman. Nabiralarim och nahor ko'chalarda yurishgandir. Battar bo'lsin. Og'zingni yum, tentak. Nega qizimga baqirasiz? Ha? Nima qildi sizga? Ha? Yuraging og'rib ketdimi? Qizimni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Unda birovni bolasini ham kamsitmagin. Yur. Buving gapiraveradi. Ovqat beray. Yur. Yur. Bechora bolalar qayerlarda tentirab yurgan ekan. Opa, sovqotib ketdim. Men ham sovqatdim. Qalin kiyinib chiqmamizda. Tog'amga yetib olamiz deb o'ylabman-da, opa. Opa, qornim juda ham ochib ketdi. Meniki ham. Uyga qaytaylik, opa. Uyga borsa ammam yana kun bermaydilar. Men juda ham sovqotib ketdim-da, opa. Unda uyga boramiz. Issiqqina o'rnimizda mazza qilib uxlaymiz, opa. Bo'pti, yur oqa. Ketdik. Kechasi qayerda yuradi bular, ha? Ishqilib jiyanlarimizni boshi omon bo'lsin-da. Voy, jiyanlarim. Yaxshimisizlar? Amaki, Sovqotdinglarmi? O'zim seni isitib qo'yaman. Qayerda yuribsizlar? Ha, Zokir, yaxshimisan? Qornimiz ham Och qoldingmi? Ovqat ham yeysizlar. Meni rosa xavotirga qo'ydilaring-ku, ha? Tog'am bilan ketmoqchi edik. Ha. Boshqa, bunaqa meni ogohlantirmay, ko'chaga chiqmanglar, xo'pmi? Xo'p. Voy, senlarni qara-yu. Amaki, Ha, nima bo'ldi? boshim aylanyapti. Boshim? Voy, menga qara, nega boshing aylanadi? Voy, Zokir. To'xta, Zokir. Zokir, ko'zingni och. To'xta, Senga bolam. nima bo'ldi, Nima bo'ldi Zokir? senga? Nargiza. Zokir, ko'zingni Ey, och. tez yordamga qo'ng'iroq qilmasasi bo'lmayapti. Voy, nima bo'ldi? Bo'la qol. Nega unaqa yotibdi? Zokir. Bilmayman, mazasi qochib qoldi. Ko'zingni ochgan, meni Menga qara, qo'rqitma. Zokir, ko'zingni och. Ha, Bolam. hozir. Tur, o'g'lim. Voy, jiyanim, o'g'lim mana. To'xta, sekin. Turamiz. Qani, ana. Oyi, yaxshimi? Bolamni bolasi. Endi sen ham meni tashlab ketmoqchimisan? Yaqinda uyimizdan 2 ta tobi chiqdi, bolam. Yana bitta tobi chiqadimi? Oyi, yaxshi niyat qiling. O'chir ovozingni. Hammasiga sen aybdorsan. Men nima qildim? O'g'lim, bolalaringni asray olmadim, meni kechir. Biz omonatga xiyonat qildik, bolam. Bo'ldi, qiling, iltimos, oyi. Shu bolalarni, jajji yurakchalarini o'ylamadik, ularni qalbiga quloq solmadik. Xuddi o'lib qolgandek gapiryapsiz. Mana, ko'zini ochmayapti-ku. Shifokor o'ziga keladi dedi-yu, hozir kelib qolar. Agar yana meni uyimdan tobi chiqsa, men chiday olmayman. Men ham birga tomon bo'laman. Oyi, O'chir ovozingni. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma, chiqib ket. o'zingiz bilasiz. Chiqib ket. O'zimni bolam. Bujon, Ha, bolam. qornim ochib ketdi. Qorning ochdimi? Hozir men ovqat olib kelaman. Hozir bolam. Ukangga ham olib kelaman, xo'pmi bolam? Xo'p. Sen qarab turgin. Zokir, o'zingga kel, uka. Meni qo'rqitmagin, ko'zingni och. Zokir, o'zing keldingmi? Opa, menga nima bo'ldi?
Sen qorning ochib hushingdan ketib qolding. Hozir ham qornim och, opa. Ammam ovqat berarmikan? Buvim beradilar. Hozir olib kelaman dedilar. Mana qizim. Mana. Voy. Zokirjon. Voy. Voy, Zokirjon. Voy bolajonim. O'zim o'rgilay sendan. O'zingga keldim bolajonim. O'zim o'rgilay ki. Qani? Ma. Bolam, yuragim yorilib ketay dedi-yu. Ol qizim. Ol bolam. Qani? Bolam, quruq ichma, non bilan yegin. Ol. Qizim, sen ham non bilan yegin. Olinglar. Ol bolam. Katta-katta, issiq-issiq ichib olgin. Ehtiyot bo'l bolam. Rahmat buvijon. Yaxshi bo'lsin. O'zim o'rgilay sizlarni. Ye bolam, ye. Ol. Ye. Ol. Intizor, Ha, amma. bu yoqqa kel. Xo'p. Ha, amma. Qochqoq. Ukang o'ziga keldimi? Ha. Hammani xavotirga soldinglar. O'zi tog'am bilan ketmoqchi edik. Bo'pti, ko'p gapirmadi. Bor ukang chaqir, ishni boshlalaring. Amma, Bor, yong'oq chaqasanlar. bizni holimiz yo'q. Seni holing bilan meni nima ishim bor? Yong'oq chaqish ham ishmi? Ha, ish. Sen tirrancha ko'p gap qaytaryapsan. Bor, ukang chaqir. Buvim issiqqan uyda o'tirsin dedilar. Kecha oyog'idan zax o'tib ketibdi. Battar bo'laring. Bor chaqir. Bir qop yong'oq bor chaqasanlar. Bor. Xo'p. Gap qaytaradi bular. Zokir, tur o'rningdan. Zokir. 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 Tur o'rningdan. Nima? Ammam chaqiryaptilar. Nimaga? Yong'oq chaqish kerak ekan. Men tam olaman. Amma bilasan-ku, baribir yotqizmaydilar. Opa, o'zgina tam oli. Tur o'rningdan. Tezroq turib ishlaringni qilaring. Turlaring, tez ish qilaring. Senchi, sen ham biz bilan ishla. Zaril ketdimi? Nega sen doim ishdan qochasan? Chunki Malika tayyorga ayyor. Sen ham biz bilan ishlaysan bugundan. Yo'q. Nimaga ishlamaysan? Ishlaysan. Baqirma menga. Nega menga baqiryapsan? Qo'lingni ol mendan. Tegma menga, ol qo'lingni. Hoy, nima bo'lyapti? Qo'y bor. Bo'ldi. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi senga? Oyi, Zokirni uring. Meni urdi. Sen yaramas. Hali meni qizimga qo'l ko'taradigan bo'ldingmi, ha? Yurlaring. Yur dedim, chiq. Amma Chiq dedim. Senlarga ko'rsatib qo'yaman. Hali bu boshlanishi. Uchravazingni yur, yetimxonaga topshirib yuboraman. Ishlamaymiz. Ko'rasanlar. O'tir. Ishlaysanlar. Yong'oqni chaqasanlar. ishlamaymiz biz. Dars Uchravazingni. o'qishimiz kerak. Tirrancha. Urmayapman. Uchravazing nega menga gap qaytarasan, ha? Senga gapiryapman. Gapirib pismaymasdan. Ishlamaymiz. Sen zumrasha. Hoy, hoy. degan. Nima qilyapsiz? Bolalarga ham shunaqa zulm qiladimi? Bolalar, kiyiminglarni yig'ishtiringlar. Sizlarni olib ketaman. Namuncha jiyanlarim olib ketaman deyorasiz? Qayerdan paydo bo'ldingiz yana? Siz ham ayolsiz. Bularni ayamayapsiz siz. Siz ham onasiz-ku axir. O'z akangiz zurriyotlariga kun bermayapsiz.
Bular hali bola bo'lsa, oy, nega ishlatib ularning bolaligini o'g'irlayapsiz? Sizga nima? Bu yetimlar yolg'iz emas. Tog'dek tog'asi bor. Ularni ko'zdan yosh oqizib qo'ymayman. Boringlar, tez kiyimlarni olib chiqinglar. Oy, to'xta. Ketmaysanlar. Qo'rqma, bor yig'ishtirib chiq. Ketmaysan dedim. Ketdik. Bu safar aniq jiyanlarimni olib ketaman. Tushingizda olib ketasiz. Tushundingizmi? Og'zidagi oshni oldirib qo'yadigan ayolga o'xshaymanmi?